Akmal aka, mana mana bitta savol yomon qiynayapti aka. Bu hashamatning ichida nima kutyapti bizani? Bu hashamatning ichida не только sizni videoni ko'rib turgan har bitta insonga qiziq bo'lsa kerak, tez orada ichkarisidan ko'rsangiz, inshaalloh sizlarga ham yoqsa kerak degan umiddaman. Birgalikda tomosha qilamiz. Yuring endi ichkarisidan obzor qilib O, chiqamiz. Hazrat akam уже topibdilar. Biz nim uchun obzor deyapti. Badarini. Mana bu zeleniy zonalarga qarang. Kirishdan oldin yashil zonalarni siz endi ustachilikdan xabaringiz bor, fasadini bitta o'zingiz baholab berasiz, Jasur. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Men ustalarning mehnatini bilaman. Bu travertin tosh, qo'l mehnati juda qiyin narsa. Ustalar uchun bitta like bosishdan chiqarmang, qani ketdi ichkariga. Bu xonadonimizni, bu qasr uyimizni qaysi yaqin insoningizga ravo ko'rgan bo'lardingiz? O'sha odamlarga jo'natib qo'ying, inshaalloh olsalar savobchi bo'lib qolasiz. Zahir aka. Yo. Мы покажем еще нет. Ты подожди, пусть наши зрители возьмут здесь. Да, успеем. Bu xonadonimizda necha sotuv Akmal aka? 4 sotuvdan iborat. Mana bu basseyn endi qish bo'lgani hisobiga basseyn yopib qo'yishgan 10x toshlar bilan. Gap yo'q lekin. Mana bu hammasi naturalniy 10x toshda shunda, to'g'rimi? Da, natural tosh ishlatilgan. Mehnat. Bu hamma narsaning orqasida mehnat kutib turibdi. Ko'p kutirmasdan endi ichkarisidan ko'rsatib chiqamiz xonadonlarni. Ketdi. Bismillah. Mana yuringlarcha. Voy, juda ham zo'r qilib qo'yishibdi. Kiruvchilarda shkoflar o'rnatib qo'yishibdi. Udobniy hamma narsa. Zerkalni oynalar bilan ishga ketishdan oldin o'zlarini porядкаga keltira olish uchun. Mana bu eshiklar вообще skrit ekan. Borib birinchi kirishimda o'zim eshik borligini dekorga o'xshar ekan bu narsalar. Tak. Ayollarimiz xonasi birinchi o'chiretdi. Ha, uyimizda полностью mebel texnika bilan o'sha jihozlangan, tayyor. Mana birinchi marta kirib ko'rishim, endi maksimalni xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Mabodo obzorda kamchilik bo'lib qolsa, tak, bu xona ichkariga kirib oyoqlarim mazza qilyapti. Полностью teplый pol ekan xonadon. Bu zal mehmonlarni kutib olib, uyaltirmaydigan zal qilib qo'yishgan ekan, panoramli oynalar bilan. Lyustralarga bitta e'tibor bering, gap yo'q ekan. Tak. Endi tepadagi xona, mana bu xonani ko'rsatib o'tamiz. Men bu eshik borligini hali ham payqamay qoldim. Hozir sal qolganda. Ha, bu birinchi etajda. Birinchi etaj zal. Родительский spalni. O'zini sanozor bilan birga. Tak. Aka, bularni kuttirmaylik, ikkinchi qavatda bitta ko'rsating. Yuringlar. Bu yoqda общий sanozor bo'lsa kerak. Endi vaqtimiz yetmaydi ekan, uni ko'rsata olmaymiz. Inshaalloh pastdagi ma'lumotlarda nomer qoldiramiz. Pastdagi qarang, gap yo'q ekan. Pastdagi nomerlarga telefon qilib kelsanglar, uyimizni